Kutganmidinglar? Tayyormisizlar? Ushbu Phantom Millerning yangilangan rangidan avtosalonimizga yetib keldi. Like va podpiska tugmasini bosib turinglar. Hozir ushbu avtomobilimizni obzorini ko'rib o'tamiz. Va nihoyat Phantom Millerning yangilangan uchqur rangidan Andijon filialimizga yetib keldi. Ular xuddi shunday siniy rangidan, Tiffany rangidan va metalik seri rangidan avtosalonimizga yetib keldi. Bemalol ushbu avtomobillarimizni ko'rgan holatda xaridingiz bo'ladi. Undan tashqari ushbu avtomobilimizni rangini ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Oldi ko'rinishi ham mana bu nikel detallari ham avtomobilimizni rangi juda chiroyli yarashgan. Bort ko'rinishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Hozirgi holatda avtomobilimiz chang holatda turibdi, lekin videoda unaqa bilinmayapti. Unda ko'z bilan ko'rganda ham unaqa kir, chang bo'lgani ushbu rangida mashinamizni bilinmaydi. Bortlari 385 ga 185 ushbu avtomobilimizni bemalol 3,5 tonnagacha yukda bemalol yuklasanglar bo'ladi. Undan tashqari avtomobilimiz shunday gavdasiga qaramasdan bemalol ushbu avtomobilimizni B prava bilan hadisiz bo'ladi. Sababi ushbu avtomobilimizni tarasi 1 tonna 900, yuk ko'tarish qobiliyati 1 tonna 600 ikkalasini qo'shadigan bo'lsangiz 3,5 tonnaga 10 kilo yetmay turadi. Shuni hisobiga bemalol B prava bilan minsangiz bo'laveradi. Agar ushbu avtomobilimiz yuk ko'tarish qobiliyatini 3,5 tonnaga qayta jihos qiladigan bo'lsangiz, ushbu avtomobilimizni C prava bilan haydashga to'g'ri keladi. Lekin hozir yuk ko'tarish qobiliyati bunga unaqa muhim emas. 1 tonna 600 holatda ham 3,5 tonnaga yukni bemalol yuklab yursanglar bo'laveradi. Sababi tarozilar 5 tonnadan ortiq yuklarni yuk tashiydigan avtomobillarni taroziga chiqaryapti hozirgagilar. Bunaqa mashinalarimiz asosan taroziga chiqmaydi va boshqa chiqadigan taqdirda ham agar orqasi yotib qoladigan darajada texnik parametrlariga ortiqcha yuklab oladigan bo'lsanglar, shunda tortishi mumkin. Shubhalangan holatda. Avtomobilimiz ancha-muncha yuk bilan yotib qolmaydi. Sababi diska balonlar 15 diska balon bilan jihozlangan. Oldi orqasiga bir xil razmerda diska tushadi. Oldi orqa risolli, orqalari qo'sh risolli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 5 ta risol, undan tashqari yana ikkita qo'shimcha risoli bor. Bunga hech qanaqa risol qo'shishda, ustunlik qilishda hojat yo'q. Orqalari qo'sh balonli, oldilari yakka balonli. Ko'rishingiz mumkin, oldida ham risollari mavjud, lekin oldi risol bo'lgani bilan Kia Bongo Hyundai Porter'larda 1 tonna 200 dagiga o'xshab bu mashina unaqa qattiq jo'ski emas. Sababi risollari uzun, undan tashqari amortizatorlari ham bor. Bakovoylari ham juda salondan ko'rganda juda qulay. Ham katta, ham ancha yonboshga chiqib turgan hisobiga gabarit yuk yuklaydigan bo'lsanglar ham yukinglar ko'rishga xalaqit qilmaydi. Mashinamizning salonlari ancha qulay ishlangan, konditsioner, pechka, magnitofon, elektr ustunli gidravlika rul, undan tashqari rulimiz tepaga pastga ligirovka bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari qoronli akalarimiz ham bu mashinamizga bemalol sig'adi. Sababi ko'rishingiz mumkin, bir qarichgina joy turibdi. Meni holatimda 90 kiloli odamman, undan tashqari bo'yim 180 salkam. Konditsionerlarni, deflektorlarni ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli ishlangan. Undan tashqari bu tomonda konditsionerda ligirovka qiladigan joyi. Avtomobilimiz 5 bosqichli mexanik korobka bilan jihozlangan. Undan tashqari avtomobilimizda bemalol bir kishi yotib ketsa bo'laveradi. Uzoq joylarga borganda, sababi ruchnoyni ko'rishingiz mumkin. Ruchnoy tushirmagan holatda yotkisangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizga qulay holatda bemalol yotish uchun joy qo'yasiz bo'ladi, botmaydi. Bunisini ham olib qo'ygan holatda bemalol yotishingiz mumkin. Undan tashqari agar 3 kishi shogirdlarni olib yuklarni tashiyman, masalan, eshikron o'rnatgani boshqa qilgani shogirdlarni olib ketaman deydigan bo'lsangiz, bemalol avtomobilimiz salonida 3 kishi bo'lib ketsanglar bo'ladi. Rullari ham juda yumshoq, qulay. Ya'ni elektr ustunli gidravlikadan keyingi bosqichli rul bilan jihozlangan. Mana bu tomonda barlarni ko'rishingiz mumkin. Bu tomonga pulda, bu tomonga dokumentlarni solgan holatda harakatlansangiz bo'ladi. Avtomobilimiz 2 atmosferli 139 ot kuchiga ega bo'lgan benzinli motor bilan jihozlangan. Bunga bemalol metan yoki propanlarni o'rnatgan holatda harakatlансanglar bo'ladi. Undan tashqari avtomobilimizning motoriga 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha garantiya beriladi. Unda gaz o'rnatgan holatda ham garantiyasi ketib qolmaydi. Faqat Stag kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Ya'ni Stagdan o'rnatadigan bo'lsangiz garantiyasi ketmaydi. Bu tomon deflektorlarni ko'rishingiz mumkin. Motorga yarasha ancha katta. Narigi tomonda esa konditsionerlari ham mavjud. Bu tomonda ABS tizimini ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimiz ABS tormoz tizimiga ega. Ya'ni qorli, muzli joylarda, siyg'oncha joylarda og'ir yukingiz bilan sizni xavfsizligingizni ta'minlab yuradi. Undan tashqari korobka va zadniy most qismlariga ham 3 yil 100 ming kilometr garantiyasi bor avtomobilimizda. Bemalol ishonchli holatda ushbu avtomobilimizni xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu Phantom Miller avtomobillarimizni Andijon filialiga tashrif buyurib yoki aloqaga chiqib 291 million so'm evaziga rastrojkaga, ya'ni boshlang'ich 30% ni to'laydigan bo'lsanglar, 30% 90 million so'm tashkil qiladi. Oylik to'lovlari esa 18 oyga 1,5 yilga 11 million so'mdan chiqadi. Agar 11 milliondan menga
oylik to'lovlari sal qimmat deydigan bo'lsanglar, boshlang'ich 145 million so'm 50% ni avtomobilimizni to'laydigan bo'lsanglar, hech qanday foiz peniyasiz, qolganini 2 yilga 24 oyga 6 million so'mdan chiqarib beramiz oylik to'lovlarni. Bemalol avtosalonimizga tashrif buyurib yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib avtomobilimizni xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari avtomobilimizni naqd pulga xarid qilaman degan mijozlarimiz uchun narxini 262 million 500 ming so'm qilib beramiz. Bir kun ichida nomimizga rasmiylashtirib beramiz mashinamizni. Agar rastrojka qiladigan bo'lsangiz, vaqtimiz 1-2 kun vaqt olib qolishi mumkin. Iloji boricha naqdga olishga harakat qilamiz akalar. Aloqadamiz. Hammanglarga erinmasdan batafsil ma'lumot beramiz. Aloqaga chiqishni unutmanglar.